Assalamu alaykum söyümlik balalar. İzçiler kanalımızın bu alaydı bölümüge hoş geldinglar. Bugün 5 april, yani 4 ayının 5 günü qandaq gün bilemsizler? Meningçe uydagilar sözlep bergen bolishi yoki biror yerdan anglagan bolishinglar mumkin. Agar anglamagan bolsanglar, uydagilardan, tonishinglardan cho'qim so'rab bilinglar. Bo'lamdi? Men sizlarga bu haqda kichikini so'zlab beray. Quloq solinglar hamsa. Kommunist Xitoy ishg'oliyatidan keyin eng cho'ng dehqonlar qo'zg'olonini kim ilib borgan bilamsizlar? Uning rahbarini oddiy bir dehqon desam ishonamsizlar. 1990-yili 4 ayning 5 kuni qo'zg'algan bu inqilob Xitoy tajovuzchilarini shu qadar aloqzodi qilib etganki, aram 20 ming aholisi bor bu yezini 200 ming muntizim armiyasi bilan qo'rishib olgandan boshqa yana aeroplan, tanka, bronevik qatorliq ig'ir tiplik qurollarni mu ishqa solgan edi. Bu oddiy dehqon kim do'stlar? Bu kishi Sharqiy Turkiston yezlarida hamisha uchrab turadigan millionlagan dehqonlardan hech qanday farqi yo'q, ammo din va millatga o'zini beg'ishlagan favqulodda tashkilotchan, aql parast urg'ib turadigan oddiy dehqon, ulug' qahramon Zaydin Yusuf akamiz edi. Barin yezisi vatanimiz Sharqiy Turkistonning Aqtu noyasiga joylashgan, insonlari mehribon, go'zal bir yez edi. Bu yezida madrasada ta'lim-tarbiya olgan, axloqliq, oq ko'ngil, bilimlik Zaydin Yusuf ismli bir akamiz yashaydi. Zaydin Yusuf akamiz oddiy bir dehqon bo'lib, Barin yezisida hamisha uchrab turadigan millionlagan dehqonlardan hech qanday farqi yo'q, ammo din va millatga o'zini beg'ishlagan, bakmo chiqishqoq, aql parast urg'ib turadigan akamiz edi. Men tuvanda sizlarga u to'g'riliq bir hikoya aytib beray. Qahramonimizni texim yaxshi bilib olsanglar ajab emas. U doim Aqtuning Barin yezisidan Qashqar shahriga sabdoshlari bilan ko'rishgili keladi. Ko'rishgili kelganda ashu 50-60 kilometr orliqni piyoda mengib keladi. Shaharga kelgandimi oshxonalardan biror vaqt tomoq yey demaydi. Beliga tugib olgan zag'irsini suvga chilab yeginiga mamnun bo'ladi. Keyin yaqin sabdoshlaridan bir qanchasi bu ahvolni bilib qilib uningga: "Zaydin qarim, kiraga tushliq bir ayrim so'm yo'qmidi?" deb so'raydi. U jangovar qo'mondan mundoq deb javob berdi: "Unchilik pulga tepiladi birodarlar, ammo biz kimning inqilobchilari, qandoq vatanning egisi, buni unutib qolmasligimiz kerak. Ashu kira pulga, ashu bir taqsilag'manning pulga bir pay o'q keladi. Shuni unutmaylik birodarlar, biz muntizim armiyasi bor, orqa sap ta'minatlari to'liq bo'lgan tajovuzchilarni qo'g'lab chiqarmoqchi bo'layotimiz. Shuning uchun biz har qanday qiyinchiliklarga tayyorlik qilib qo'yishimiz lozim" deb javob berdi. Buni anglagan do'stlari qilgan so'zidan intayin xijil bo'ldi. Qaranglar kichik do'stlar, yaqinqi tariximizdami mana shundoq botir qahramonlarimiz o'ttirg'i chiqib ekan. Ularni hargiz unutib qolmayli. Bo'lamdi? Ular bizning, ya'ni sizlardek omoqlarning qahramonlaridir. Söyümli kichik do'stlar, bu hikoyadan nimani his qildinglar? Sizlarning qalbinglardagini anglayapman. Bizmi dushmanimiz tajovuzchi Xitoyga qarshi chidamliq, kuchlik bo'lamiz, bo'shanglik qilmaymiz devatqanliklaringizni his qildim. Vatan uchun jon bergan shahidlarimiz, qahramonlarimizning izidan mangamiz. To'g'ri, sizlarning ovozinglarni anglayapman. Qahramonlarimizni mangu unutmaymiz. Salom sana ey shahid Barin yigiti. Sen bilan tirikdir Uyg'ur himmati. Ta abad o'chmaydi izing shuhrati. Shahidlik yo'lingdir ummat umidi. Yurmakdi biz izingdan Barin yigiti.